Aka assalomu alaykum. Mana o'choqlarimiz. Bularimiz o'sha to'y qozonlar 200 litrli o'chog'i mana. Ruchkalarni ham konteynerdan qilib qo'yganman. 1 million so'm. Buni kelishamiz. Olib sotishga bo'lsa, kelishtirib beraman mana. Sifatiga javob hamma chiroyli bo'lgan. Keyingimiz mana buni 60 litrli qozonniki bu mana. Shu 50 litr qulog'i bilan o'tiradi, shu 60 metrliga bo'laveradi bu. Buni narxi 450 ming, qalinligi mana ko'raverasiz, 6 lik. Keyin 150 litrli qozonniki ham bor o'chog'im mana. Sifatiga bir baho berasiz endi. Nihoyatda chiroyli qilib yasalgan. Bu endi hozir zakazga ketyapti, olib ketishyapti buni. 5 lik qilib bering dedi, 5 likda qilib berdim. 750 ming so'm. Endi sotishga bo'lsa jichcha tushib beraman mayli. Qolgan o'choqlarimni ham ko'rsatib ketaman. Xo'p, bularimiz turli o'choqlarimiz. Turli qalinlikdagi o'choqlarim. Mana. Buni razmeri 47 sm bo'ladi. 30 litrli qozonlar cho'tki tushadi menga. 22 litrli qulog'i bilan tushadi. Xo'p, buni narxi 220 ming qilib beraman. Shuni 6 ligi bor mana. Solishtirib ko'raverasiz ikkovini. 6 ligini 250 ming qilib beraman oxirgi narx. Keyin bundan kichkinalarimiz mana bu tomonda. Xo'p, bularimiz 42 santimetrli o'choqlarim mana. 42 santimetrli o'choqlar. Bularning narxini oxirgi narxi 220 qilib beryapman. Endi sizga kelishtirib beraman sotishga bo'lsa. Xo'p, bundan keyingimiz mana ko'raverasiz. To'rligi. Buni 180 ming qilib beryapman. Endi sizga jichcha tushib beraman bunlarni sotishga. Keyin 35 ligimiz bor. Buni narxini bo'lgani 150 ming qilib beraman. Endi bundan jidda tutsam 5 ming tushib berishim mumkin mana. Buni ham sifati konteynerda polini lisidan bo'lganidan ancha sifatli, ham chiroyli, sotishga ham oson, maza qilib sotasiz. Qolgan qutganini kamchiligini gaplashaveramiz. Keyin qalin o'choqlarim ham bor, ularni ham bir ko'rsatib qo'yay. Mana bular 300 ming qilib berilyapti. Endi sizga sotishga bo'lsa o'tib beraman. 50 lik bu. Bu o'sha 30 litrdan yuqorisi zo'r tushaveradi mana. Bunaqa ayoqlarimiz ham bor. Jali ayoqligi kerak. Shahar forma deganlarga ham